Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Uf, sizdagilar ham ko'payib ketdi. Men singlim duo qilib qo'yasiz, keyin bundan qoching, biz chiroyli kelinimizni kutyotgandik. Non urib qo'yadinsan, shuni chiroyli kelin. Oyingiz kiyimni kiyyapsiz-a? Yarashibdi. Hozir 1 minut. Allo, Xo'rto, yaxshimisan? Uchrashuvga chiqdim. Opasi bilan kelibdi. Opasi ham bir kalta kesiga o'xshaydi. Isqit ekansan. Ketdikmi? Gaplashib bo'ldingmi? Gap haydasang-chi. Ben ikki uch jonim qolmadi ko'ch. 15 olti yetti kunga ketdi. Nima yeysizlar? Ovqatni olib pipili olib bering, aka. Ichakasizmi? Voy, ichadi-ya. Aytmaganmisan? Yo'q-e. Anima, erkak kishi bo'lgandan keyin tortadi, uradi, sho'rqasdan qabalmab chiqqan tatuirovkasi borimda ilondirasiz. Sizga o'xshaydi. Ding ding. Katamaranga 2 ta bilet qolgan ekan. Sen jinnisansan. Ukam bir kun kelib shunaqa maza qilib yuraman deb o'ylamagandim. Sanchi? Men xohlamagan edim. Qo'yma, hozir seni ma'ni so'zir bilan chiqmoqchimida? Aslida nima qilmoqchi bu ekan bu qiz? Tushunmadim, nima? Adashyapsiz kenay menimcha. Nima adashadi? Isming to'g'ri aytadi. Aslbek aka, asl aka deyapti-yu. Mana o'ylamas edim. Qonimdagi bolani o'ylamaysizmi? Bola ham bormi qornida? Voy, shunday shirin jiyanim bor ekan, bilmay yurgan ekanman Aslbek. Shumidi meni orzularim? Xotiningiz bor ekan, bolangiz bor ekan, nima qilasiz? O sen jinnimisan, ko'zingni kattaroq ochmaysanmi? Qarab qo'yib. Bo'ldi qilinglar-ey. O'zingizlar masalalar hal qilaveringlar, sizning chiqarman bilan. Aktyorskini yomon qilding, lekin o'zim ishonaveradi deb ma'qul. Bonus shapadam edi. Iltimos urushmanglar, hammamizga qarayapti, axir asallar.